Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, multi-level listening part 2 testi bo'yicha tahlilimizni boshlaymiz. Bu testni o'sha birinchi xonamizdagi va 7-xonamizdagi bitu guruhlarimiz bilan ishlab chiqqanmiz. 7-xonada bitu guruhga tahlil ham qilib berganmiz. Endi bu chuqurlashtirilgan tarzda tahlil qilinadi. Bu onlayn darsda, dars vaqtida asosiy joylari aytib o'tib ketilgan, bittalab tahlil qilinmagan, chunki unga vaqt yetmaydi sinfdagi darsda. Shuning uchun hozir onlayn darsimizda har bir elementini bittalab tahlil qilib o'rganamizda. Siz bu listening tahlil orqali o'sha part 2 ni ishlash davomida nimalarga e'tibor berishingiz kerak, qanday tartibda shug'ullanishingiz kerak, shularni hammasini birdan tushuntirib o'rgatib ketaman sizlarga. Hozir hammaga ovozim boryaptimi? Ko'rinyaptimi hammaga? Darsga qo'shilganlar hammaga ko'rinyaptimi? Shu vaqtda bir ma'lumot bersangiz birinchi. Xo'p, bo'lmasa darsimizni boshlaymiz. Mana part 2 testi. Saturday course, ya'ni kurs haqida test. Xo'p, birinchi sizlarga nimalar qilishimiz kerak? Shu audioni eshitib ishlashdan oldingi bosqichni men sizga tushuntirib o'taman, qarang. Birinchi qiladigan ishimiz savolga qarab, masalan, mana shu 14-savol bo'layotgan bo'lsa, o'sha savolga qarab qanaqangi ma'lumot kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Masalan, name of Ben's organization dedimi? Benni tashkilotining nomi. Demak, o'sha tashkilot nomini bildiruvchi bironta nom kerak bo'ladi. Birinchi, demak, qanaqangi turdagi ma'lumot kerak sizga? Joy nomi kerakmi? Tashkilot nomi kerakmi? Shaxs nomi kerakmi? Biron bir so'z kerakmi? Shu narsani bilib olasiz. Rangi nomini bildiruvchi so'z kerakmi? Xullas, shu qanaqangi turdagi ma'lumot kerakligini aniqlab olishingiz kerak. Yoki masalan raqam yozish, son yozish kerakdir bo'lib qoladi. Shunaqangi turdagi narsani aniqlab olishingiz kerak. Keyin qaysi so'z turkumidagi so'z kerak? Shuni aniqlashingiz kerak. U so'z turkumlari ko'pincha ot so'z turkumidagi so'zlar keladi. Part 2da ko'pincha ot so'z turkumidagi so'zlar. Bu degani boshqa so'z turkumi kelmaydi degani emas. Aksariyat hollarda ot so'z turkumidagi so'zni yozishingiz kerak bo'ladi. Agar ot bo'lsa, otni nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi o'rinda ot birlikdagi ot bo'lish kerakmi? Ko'plikdagi ot bo'lish kerakmi? Va qaysi turdagi ot bo'lish kerak? Hayvon nomimi, shaxs nomimi, joy nomimi va hokazoda, vaqtni bildiruvchi nommi yoki fe'l kerak bo'lishi mumkindir. Kesim bo'lib keladigan joyida kerak bo'lsa, fe'l qo'yish kerakga to'g'ri kelib qolishi mumkindir. Otni oldida bo'layotgan bo'lsa, ot so'z turkumidagi so'z oldiga qo'yish kerak bo'lsa, yo sifat, yo son qo'yish kerak bo'ladi. Ana shu narsalarga e'tibor berishingiz kerak ekan. Ot, sifat, son, ravish, fe'l so'z turkumidagi so'zlar ko'pincha qo'yilishi kerak bo'ladi. Bularning ichida eng ko'p qo'yilishi kerak bo'lgani bu ot so'z turkumidagi so'z bo'ladi. Masalan, mana bu yerda artikl yo'q, predlog yo'q 14-savolda. Bu yerda name so'rayapti, ism, ya'ni nomni so'rayapti. Shundan siz bilyapsizki, joy tashkilot nomini bildirayotgan bironta so'z kerak. Ya'ni kurs nima haqida bo'layotgan bo'lsa, shunga mos nom bo'ladi, demak bu yerda. Keyin 15-savolga qarasak, aim of course deyapti. Kursning maqsadi nima? Keyin discovering fe'l kelyaptimi? Fe'ldan keyin biz odatda to'ldiruvchi ishlatamiz. To'ldiruvchi qaysi so'z turkumida bo'ladi? Siz olmosh yozmaysiz. Ko'pincha olmoshni o'rniga aynan ot yozasiz-da javobda. Mana bu yerga ham ot kerak. Endi bu yerda kursning maqsadi bo'lgandan keyin
siz u yerga faqat bitta nom yozasizda, ko'plikdagi ot bo'lmaydi. Tushunarlimi? Mana shunday turini aniqlab olasiz. Qanday turdagi so'zlar kerakligini bilib olasiz. Qanday turdagi so'zlar kerakligini bilish uchun shu 3 ta nuqtadan oldin turgan so'zni mantiqan kelib chiqib taxminan bilib olasizda. Tushunarlimi? Demak, yana qaytaraman, qarang. Qanaqangi turdagi ma'lumot kerak? 1. Qaysi so'z turkumidagi so'zlar kerak? Ot, sifat, son, olmosh emas, ravish, fe'llardan biri kerak va qanaqa ma'noni anglatuvchi so'z kerak? Shu narsani aniqlab olishingiz kerak va ot bo'lsa birlik yoki ko'plikda bo'ladimi, shuni aniqlab olishingiz kerak. Keyin mana bu yerda kelayotgan so'zlarni mantiqan hammasini to'liq tarjima qilib chiqasiz. Bironta bilmagan so'zingiz qolmasligi kerak. Qaysi so'zni ma'nosini yoki so'z birikmani ma'nosini bilmasangiz, uni daftarga yozib, tarjimasini topib yodlashingiz kerak. Siz chunki tayyorgarlik ko'ryapsiz-da. Bilimingizni rivojlantirish uchun ana shu so'zlar boyligi kerak sizga. Shuning uchun ham so'z boyligini oshirish uchun ham nechta yangi so'z chiqsa, hammasini yozish kerak. Keyin audioda eshitganda siz mana shu yerda yozilgan aynan so'zni o'zini eshitmasligingiz mumkin. Uni ma'nodoshini, sinonimini eshitishingiz mumkin. Sinonimi bitta so'z bo'lishi mumkin, so'z birikma bo'lishi mumkin yoki gap bo'lishi ham mumkin. Gap ham unga sinonim bo'lib kelishi mumkin. Tushunyapsizmi? Ana shu narsalarga e'tibor bering. Keyin part 2 da endi distractionlar bo'ladi. Distraction nima degani? Sizni chalg'ituvchi so'zlar chiqadi. Masalan, nom deyapti-ku, o'sha kursning nomi aytilyapti. Bu yerda bir 3 talar yoki kamida 2 ta nom aytiladi. Lekin siz shuni ichidan aynan kurs nomiga tegishliligini u bilan kelgan ma'lumot, ya'ni qo'shimcha so'zlar orqali topib olishingiz kerak bo'ladi. Boshqa bir nom u aytishi mumkin. Siz kurs davomida yana qo'shimcha, masalan, mana shu fanlarni ham o'rganasiz deyishi mumkin-ku. Ana shunaqangi chalg'ituvchi so'zlar bo'ladi. Uni ajrata olish uchun siz faqat kalit so'zni poylab topolmaysiz. Audioni har bir gapini, umumiy mazmunini tushunib borishingiz kerak. So'zma-so'z poylamang audioni. Gapni mazmunini tushunib ketavering, gapni mazmunini. Tushunarlimi? Demak, bu yerda siz endi kalit so'zlarni belgilab chiqasizda. Kalit so'zlarni belgilash davomida, masalan, mana bu name so'zi sizga asosiy kalit so'z, va organization, tashkilot nomi kalit so'z. Demak, siz o'ylang, xo'p, name de yana nima deb aytishi mumkin audioda? Aynan name demasligi mumkin-ku, to'g'rimi? Name demasdan tashqari, deyishdan tashqari yana nima deb ataladi deyishi mumkin. Deb nomlangan kurs deyishi mumkin, a? Ana shunaqangi deb nomlangan bo'lsa, masalan, call it deyishi mumkin. Shunaqa sinonim nima bo'lishi mumkin? Taxminan o'ylab oling. Sizda tayyorgarlik ko'ryapsiz, vaqt bor-da, shuning uchun o'ylab oling. Shuni bajaraversangiz, u tezlashaveradi. Ana endi bu yerda kursning maqsadi aim. Xo'p, aimda sinonimi yana nimalar bo'lishi mumkin? Balkim aim demasligi mumkin u yerda. Lekin gap ham unga sinonim bo'lib kelishi mumkin. Biz sizga kurs davomida falan narsani bilib olasiz, o'rganasiz deyish mumkin. Ana shu kursning maqsadi bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Keyin bu yerda sizga discovering, bilish deyapti. Discovering. Buni sinonimi nima? Bilmoq. Know bor bilmoq, find out bor bilmoq. Ana shunday sinonimlarni o'ylab oling. Sizga yordam beradi audioni eshitayotganda. Tushunarlimi? Masalan, closest eng yaqin deyapti. Nearest deyish mumkin closest, ha? To'g'rimi? Location da yana nima deyish mumkin? Place deyish mumkin, joy deyish mumkin. Keyin bu yerda for this group deyapti-ku, mana shu narsani ham e'tiborga olib qo'ying. For this group. Shu guruh uchun deyapti-da. Length of course. Kursning davomiyligi nima deyish mumkin yana lengthga? Davom etadi, last deyish mumkin, ha? Mana bu yerga weeks deyapti. Demak, bu yerga endi necha haftaligi raqam yoziladi.
Mana bu yerga joyning nomi yoziladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Mana bu yerga qanaqangidir shu kurs nima haqida bo'lsa, shu kursning ichidagi shu bir mazmundagi ot kerak bo'ladi. Examples of activities we will do. Biz qiladigan deyap mashg'ulot namunalari deyapti. Learn how to climb. Siz faqat 18 dagi make deb qo'yib turmang. Siz mana shu narsalarni ham, mana shunda nima ma'lumot berilgan bo'lsa, hammasini e'tiborga oling, hammasini. Chunki sizga ketma-ketlikda javob topishingizga yordam beradi. Tushunarlimi? Ana endi make kelyapti. Make'ni yana nima deyish mumkin? Yasamoq yana nima bo'lishi mumkin? O'ylang shularni. Design bo'lishi mumkin, build bo'lishi mumkin. O'sha sinonimlarni topishingiz kerak-da. yoki make'ni o'zini ham aytishi mumkindir. Endi design deyapti-da, mana bu yerda qarang. Make'dan keyin noniq artikli kelyapti. Shuni ham e'tibor bering mana. Bu degani sanaladigan birlikdagi ot keladi. Mana bu yerda ham sanaladigan birlikdagi ot keladi. Hozir audioni qo'yganda distractionlarni ham sizga ko'rsatib o'tib ketaman. Siz ham audioni eshitib bajarayotganingizda qaysi so'zlar distraction bo'lsa, ya'ni sizda chalg'ituvchi so'z bo'lsa, mana bu yonboshiga shu chalg'ituvchi so'zni yozib keting. To'g'ri javobni bilan birga yonboshiga shu to'g'ri javob deb o'ylashga sizni majbur qiladigan so'zlarni ham yozib keting. Distraction nechta bo'lsa, hammasini topib yozib keting. Buni sizga foydasi bor. Tushunarlimi? Demak, bilib oldikmi? Mana bu yerga ot kerak, birlikda bo'ladi, tashkilot nomi. Bu yerga ham ot kerak, qaysidir bir narsaning maqsadi. Bu yerga joy nomi kerak, bu yerga raqam kerak, bu yerga ham ot kerak, bu yerda ham ot kerak. Va yana mana bu oxirgisida uyga olib ketadigan nimadir yasaykanmiz. Mana uyga olib ketadigan degan ma'lumotni ham bekorga bermayapti. Demak, yana boshqa nimadir ham yasaladi, lekin bu uyga olib ketilmasligi mumkin. Bizga uyga olib ketilayotgani kerak. Mana shunday tahlil qilamiz. Tushunarlimi? Xo'p, mana ko'rib oldik, ma'lumoti bilan tanishib oldik, kalit so'zlar belgilab oldik. Endi boshlaymiz. Diqqat qilamiz. Audioni qo'yaman. O'sha ma'lumot chiqqandan keyin sizga to'xtatib tushuntiraman yana. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. Hello everyone. Let me introduce myself. My name's Ben, and I'd like to tell you about a course you can do on Saturday mornings. I'm from an organisation called Nature. Okay. I'm from organization called Nature dedi. Mana bu yerda called keldi. I am from organization called Nature. Nature deb nomlangan tashkilotdanman dedi. Benning tashkilotining nomi demak nima bo'ldi? Called Nature dedimi? Shuning uchun mana bu yerga Nature deb yozamiz. Qarang. Nature. I'm from organization called Nature dedi. Ana endi davomini eshiting, sizga distractionlar chiqadi davomidan. We run courses for young people like you to do during the weekends. Now, we know that at school you learn a lot about things like science and maths, but demak aytyapti, qarang. We know deyapti, at school you learn a lot of things like deyapti-da, science, maths. Mana bular distractionlar. Science, maths deyapti. Science va science, maths. Tabiiy fanlar va matematikalar ham o'rganasiz. Maktabda ko'p narsani, tabiiy fanlar, matematika kabi fanlarni siz o'rganasiz dedi. Biz bilamiz buni dedi. Mana bu ikkalasi distraction, lekin bu yerda nima dedi? Nomi deyilmadi. Siz maktabda shu fanlarni o'rganasiz dedi. Mana bu yerda biz nature'ni qo'yganmiz sababi. Called nature dedi, name'da sinonimi bo'lib keladi. Called. Tushunarlimi? Ana endi davomini eshiting endi. Kursning maqsadi haqida nima deydi? Buni eshitamiz endi. this course is really about giving your youth group the chance to come and find out about wildlife. Qarang. Come on, find out dedi mana. Qarang. Your group dedi-da, find out.
find out. Buni yozganim sababi discovering bilish, aniqlash, find out dedi. Wildlife dedi. Wildlife. Discovering wildlife dedi. Shu joyini ozgina qaytarib, men bir eshitdim. But this course is really about giving your youth group the chance to come and find out about wildlife. Demak, bu yerda sizga aytib o'tyapti. This course is really about giving your youth dedi, chance to find out about wildlife dedi. Sizga ma'lumot beramiz dedi. Mana bu maqsadi, demak, giving you bo'lyapti-da, sizga berish. Giving you chance. Sizga imkoniyat berish. Nimaga imkoniyat berish? Find out wildlife. Mana shu narsani biz aim of course sinonimi deb oldik. Find out, discovering the sinonimi bo'ldi. Shu discovering the synonym find out bo'lgani uchun wildlife to'g'ri javob bo'ldi. Xo'p, endi bu yerda distraction nima bo'lishi mumkin? Bormikan distraction? Eshiting. It's an area that tends to get forgotten. We usually take groups like yours to a wild place that's near their home. Sometimes we go to a beach or a lake, but with... qarang. Sometimes we go to beach or lake dedi. Sometimes we go beach or lake dedi. Sohilga yoki ko'lga boramiz dedi. Bizga nima kerak? Bizni guruhimiz uchun eng yaqin joy degan joy kerak. Beach, lake da agar men 16 ga to'g'ri javob deb yozsangiz, demak bu xato bo'lib chiqadi. Tushunarlimi? Keyin bu yerda wildlife dedi. Xo'p, davomini eshiting endi. Qani eng yaqin joy bizni bu guruh uchun degan ma'lumot aytiladimi? And for your group to go to a forest. That's the closest place for you and the easiest to... For your group dedi. To go to the forest dedi. O'rmonga boramiz dedi. Va nima dedi keyin davomidan? That's the closest place for you. Siz uchun eng yaqin joy dedi. Mana qaytaraman, eshiting. Sometimes we go to a beach or a lake, but we've planned for your group to go to a forest. That's the closest place for you and the easiest to get. Demak, forest bo'ldimi? Forest distractionlar mana bu beach bilan lake bo'ldi-da, keyin wild place ham bo'ldi. Ular to'g'ri kelmaganini sababi aytib o'tdim-ku, bizga eng yaqin joy degan joy kerak. U yerda biz ba'zida ko'l va sohilga boramiz dedi-da. Ba'zida ko'l va sohilga borayotgan bo'lsa, u kursda joy bo'lmaydi. Kursda eng yaqin joyi bo'lmaydi-da. Doimiy ravishda borib turgan joy bo'lish kerak bo'ladi. Davomidan aytdiki, for your group to go to a forest dedi. That's the closest place for you dedi. Tushunarlimi? Ana shuning uchun bu to'g'ri javob forest bo'ldi. Keyin darsdan keyin shu audio tashlaganman guruhda. Shuni eshitib yana tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Distractionlarni ham tushundingiz, a? Ana endi kursni davomiyligini eshitamiz, topamiz endi. Kurs shu kurs boshidan oxirigacha qancha hafta bo'ladi, necha hafta bo'ladi? Shuni aniqlashimiz kerak endi. Now, we'd like you to come and do some activities with us. You spend 6 hours each week with us, and the course... You spend 6 hours each week. Deyapti, 6 hours dedimi? Each week demak, bu yerda soati so'ralmayapti bizga. Sen 6 hours deb 6 ga chaqlishingiz mumkin. Bizdan soat so'ramayapti. Each week dedi-da. Bizdan soat so'ramayapti. Bizga necha hafta kurs davom etadi, shu narsani so'rayapti. Eshiting. Lasts for 12 weeks depending on the weather. 12 weeks dedi. Qan 12 weeks ni nimaga deb aytdik? Eshiting endi. You spend 6 hours each week with us, and the course lasts for 12 weeks depending on the weather.
And course lasts us 12 weeks dedi. Course lasts us. Demek length'ga synonym course lasts us bo'ldi. 12 weeks bo'ldi mana javob. Tushunarlimi? Course length of course synonymi course lasts bo'ldi. Xo'p, ana endi 18 ni topamiz. Xo'p, nima yasa ekan bular? Climb bir nimagadir chiqish, yog'och yasash va yana uchinchisi nima ekan? Yasaydigan uchinchisi. Quloq solib turing. That might sound like a long time, but we think you'll be sorry when it's over. Taking part in our activities means you get to do all sorts of things that you wouldn't normally be allowed to do at home. That you and the easiest to get to. Now, we'd like you to come and do some activities with us. You spend 6 hours each week with us, and the course lasts for 12 weeks depending on the weather. That might sound like a long time, but we think you'll be sorry when it's over. Taking part in our activities means you get to do all sorts of things that you wouldn't know. Qarang. Will do'ga synonym bu yerda you get to do bo'lyapti. Qarang. You get to do. All things you get to do deyapti. Siz barcha qiladigan narsalar deyapti-da. Will do'ga synonym bo'lib keldi. Shunga ham e'tibor bering. Be allowed to do at home. That includes how to safely climb trees, cut wood. Demak, qarang. Examples of activities ga mana bu narsani sinonim qo'yapsiz. Qarang. That include. Bu shu narsalarni o'z ichiga oladi deyapti. Examples of activities dedimi? Shu mashg'ulotlar namunalari, siz qiladigan mashg'ulotlar namunalari. You get to do that includes. Qaytaraman ozgina. Normally be allowed to do at home. That includes how to safely climb trees, cut wood and build a fire. And build a fire. Cut of wood and build a fire. Demek make o'rniga build keldi bu yerda. Mana bu I harfida. Build. Tushunarlimi? Demak build a fire keldi. Make kutgan kimdir make o'zini kutib turgan bo'lsa, fire'ni o'tkazib beradi, to'g'ri javob topolmaydi. Siz bu yerda mana bu narsalarni davom climb trees dedi, to'g'rimi? Cut wood dedi, mana ketma-ket keldi. Uchinchisiga build a fire degan uchun to'g'ri javob deyapti. Ana endi 19 ni ko'ramiz endi. While you're with us, we'll also show you how to make things out of different materials. On the last course, everyone designed backpacks, which they were very... On the last course, everyone designers backpacks dedi. Everyone designers, design so'zini ishlatyapti-ku. Backpacks dedi. Ryukzaklar yasaydi. Backpacks ko'plikdami? Bizga nima kerak? Bu yerda noniq artikli bormi? Demak, backpacks to'g'ri kelmaydi. Bu ham distraction bu ham. Tushunarlimi? Pleased with. This time we thought we'd get you to design and make a birdhouse. When it's... Show you how to make things out of different materials. On the last course, everyone designed backpacks, which they were very pleased with. This time we thought we'd get you to design and make a birdhouse. Make a birdhouse. When it's finished, you can take it home and show your family. You can design and make. Design ham dedik, make ham dedi-da. Make a birdhouse. Qush inasini yasay ekansiz. Birdhouse. And after you finish, you can take your home and you'll show your family dedi. You can take home dedi. Men davomini ham eshitib ko'ring, men qaytadan qo'yaman. Uyga ham olib ketasiz dedi-da. Everyone designed backpacks, which they were very pleased with. This time we thought we'd get you to design and make a birdhouse. When it's finished, you can take it home and show your family. You can take it home and you can show your family dedi. Mana bu ma'lumotni ham aytib o'tdi. Nima uchun birdhouse bo'lganmi? 100% ishonch hosil bo'ldi. Tushunarli bu.
Buni tushundik. Endi keyingisiga o'tamiz endi. Ikkinchi testni oching endi. Xo'p, ikkinchi testni ochingizlar qani. Xo'p, bu yerdan ikkinchi testga o'tamiz endi. Yo'q, bu emas. Griffon horse. Griffon horse. Hammaga ko'rinyaptimi? Sarlavhasi shart emas. Demak, buni ham biz birinchi tanishib olamiz. Ma'lumot nima deyilyapti? Nima ma'lumot kerak? Qarang. The International Horse Show will be held in the month of dedimi? Demak, bu yerga oy nomi yoziladi. Just after Hannah's birthday. Demak, Hannani tug'ilgan kunidan keyingi oy kerak ekan bu yerga. Boshqa oylar ham aytilishi mumkin. Bizga aynan Hannani tug'ilgan kunidan keyingi oy kerak. Tushunarlimi? Xalqaro otlar tomoshasi bo'lib o'tayotgan oyda, qaysidir oyda, bunda kalitsiz oy nomi Hannani tug'ilgan kundan keyin. Ikkinchisida family will travel, demak oila from Poland, Polshadan the horse showga, ot tomoshasiga boradi. Bu yerda in deyaptimi? Demak, shu tomosha bo'ladigan joy nomi kerak bizga. Shaharmi, davlatmi, qayer bo'lsa shu joy kerak bizga. Tushunarlimi? Demak, bu yerga joy nomi kerakligini bilib oldik. Birinchisiga oy nomi kerak edi, ikkinchiga joy nomi kerak bo'ldi. Xo'p, uchinchisiga the person who will ride Griffon rode the ring in the international show. Demak, xalqaro tomoshada o'sha ring bo'ylab Griffonni minadigan odam. Demak, shu oila a'zo, Hannani oila a'zolaridan kim? Onasi minadimi, akasi minadimi, yo singlisi minadimi, yo ukasi minadimi? Demak, biron bir kishi, yo faza, yo maza, yo brother, yo sister. Chunki Hannani oilasi boryapti-ku. Xo'p, ketdi bu yerda. Demak, Hannani qarindoshi minadi bu yerga. Mana person degan joyda aytayapti-ku mana. Minadigan kishi kerak bu yerga. 2 weeks ago degan narsa. Mana o'tgan zamona won, Griffon yutgan ekan 2 hafta oldin. Mukofot sifatida nimanidir yutgan Griffon. Shuni topishimiz kerak biz. Mukofot sifatida Griffon nimani yutgan bo'lsa, o'shani topishimiz kerak. Sovrin, sam deyapti, ya'ni ot kerak. Ko'plik bo'lishi ham mumkin. Samdan keyin ko'plik bo'ladi. Agar sanalmaydigan ot kelsa, birlik bo'lishi ham mumkin. Endi Hannaning maqsadi nima? Ambitious. Bu yerda maqsad my aim deyishi mumkin, my dream deyishi mumkin. Bu Hannani gapi bo'ladi-da, bu yerda Hanna deb gapirilmaydi, I deb gapiradi. Is to work as, bo'lib ishlash deyapti. Bo'lib ishlashning o'rniga boshqa sinonim kelishi ham mumkin. Demak, qanaqadir kasb nomi keladi. Xo'p, oxirgisida when Griffon wins a competition, agar deyapti, musobaqada Griffon yutsa, unga uning oilasi tomonidan, aynan uning oilasi tomonidan beriladigan narsani topishimiz kerak. Sam kelyaptimi? Sanaladigan ot bo'lsa ko'plik bo'lishi kerak. Sanalmaydigan ot bo'lsa birlik bo'lishi kerak. Ko'ryapsiz, oltalasida ham ot so'z turkumidagi so'z kelish kerak bo'lyapti. Qani boshlaymiz endi. Tahlil qilib bo'ldik. Boshida birinchi testda endi nimalar qilishini to'liq sizga aytib o'tdim. Shuning uchun bu yerda men birdan tahlil qilib, mazmunini tarjima qilib, kal so'zlar belgilab ketdim-da. Birinchi testda sizga to'liq tushuntirdim nimalar qilish kerakligini. Shu bo'yicha bajarasiz. Now you will hear a girl called Hannah talking about her family's champion horse called Griffon. And we have a champion horse called... Hi, my name's Hannah. I come from a family that trains horses.
and we have a champion horse called Griffin. He is black with an incredibly shiny coat. He was born 2 years ago in December, and with He was born in 2 years ago in December dedi. Oy nomi aytildimi? Lekin u oy nomi nima uchun aytildi? Otni tug'ilgan oyi bo'lgani uchun in December dedi. Bizga u kerak emas. Bizga Hannani tug'ilgan kunidan keyin o'sha tomosha o'tkaziladigan oy kerak. Tushunarlimi? December bu yerda sizga distractionda. Demak, December to'g'ri javob emas, sizga chalg'ituvchi bo'lib kelyapti. Tushunarlimi? Otni tug'ilgan oyi ekan. December. Eshiting. taking him to compete in his first international show in March next year, just after my 15th birthday. In March next year, just after my birthday dedi. Tushunarlimi nima deganini? Just after my 15th birthday dedi. Demak, bu yerda international show in March next year dedi. Shuning uchun mana bu yerga men to'g'ri javobni March deb yozamiz. Oy. After my ana bir eshiting yana bir my birthday dedimi? Aniq tushunmay qoldim. First international show in March next year, just after my 15th birthday. Just after my 15th birthday dedi. Ko'rdingizmi? Bu yerda Hannani birthday o'rniga 15th birthday deb aytdi. Ana bu sinonimida bu mana bu narsani sinonimi bo'lib. Aynan o'zini aytmadi-da. My 15th birthday dedi. My 15th birthday. Tushunarlimi? Ana endi buni javobni bildik. Endi bizga shu tomosha qayerda bo'lishi kerakmidi? Shuni aniqlashimiz kerak. O uchun mana bu gap aynan so'zma-so'z to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuni sinonimi, masalan, travel o'rniga go kelishi ham mumkinmi, to'g'rimi? Shu narsalarga e'tibor berib turing-da. Faqat bu yerda tomosha qayerda bo'lar deb poylamang. Mana bu gapni qaysi ma'no, ya'ni qanaqa ma'no bilan aytish mumkin? Polshadan ular demak shu tomosha bo'layotgan joyga go qilishi mumkin, borishi mumkin, ha? Travelga sinonim journey bo'lishi mumkin. Quloq soling. The whole family is going. Me, my sister, and our parents. Quloq soling. My family is going dedi. Will travelga sinonim bo'lyapti. Tushunyapsizmi? We live in Poland, and we're going to drive through Germany and the Netherlands to the show in England. Qaytaraman joyini. Just after my 15th birthday. The whole family is going. Me, my sister, and our parents. We live in Poland, and we're going to... We live in Poland. From Poland to the... We live in Poland deyapti. We live in Poland. From Poland to we live in Poland deb berdi-da. Ko'ryapsizmi? Polshadan ketyapti-ku. Biz Polshada yashaymiz, demak Polshadan ketyapti bular. The whole family is going. Me, my sister, and our parents. We live in Poland, and we're going to drive through Germany and the Netherlands to the show in England. To the show in England dedi. Bu yerda aytibdi, we will drive dedi. Drive through dedi. Germany dedi. Germany and Netherlands dedi. Mana distractions mana. Shuni ham qo'yishingiz mumkinmidi? Keyin aytibdiki, Netherlands dedi. To the show in England dedi. Demak, Angliyada bo'layotgan tomoshaga. Angliyada bo'layotgan tomoshaga ular Polshadan Germaniya va Gollandiya orqali bormoqchi ekan. Shu narsani aytib o'tdi mana. Men qaytadan qo'yaman shu joyini. The whole family is going.
Me, my sister, and our parents. We live in Poland, and we're going to drive through Germany and the Netherlands to the show in England. So it'll be a long journey for us. The event lasts... The event last deyapti. Endi bizga nima kerak? Griffinni minadigan odam kerak. O'sha ringda qani, o'sha musobaqada minadigan odam kerak. Uni nima deb aytdi ekan? Men nimalar yozdim? Ko'ryapsizmi? Shunday ma'nosini bildiradigan so'zlar boshqa bo'lyapti. Shular yozib o'rganing. Boshladi yana. 3 days, and we'll be staying with friends who also have horses. My sister wanted to ride Griffin in front of the judges, but she's... My sister wants to ride the Griffin in front of the judges dedi. My sister wants to ride the Griffin in front of the judges. Shu jurilarda oldida singlim deyapti, Griffinni minishni xohlaydi dedi. Lekin davomida demak bu yerga sizga shu chalg'ituvchi so'z sister bo'lishi ham mumkin. Balkim to'g'ri javob bo'lib qolishi mumkinmi? Lekin but dedi-da, qarang. Now turn. In March next year, just after my... So it'll be a long journey for us. The event lasts for 3 days, and we'll be staying with friends who also have horses. My sister wanted to ride Griffin in front of the judges, but she's too young. But she's too young. Lekin u juda yosh dedimi? Bo'ldi. Demak, sister to'g'ri javob bo'la olmaydi. Minolmaydi deyapti-da. Qani kim mina ekan? The rules are that the person riding the horse has to be over 18, so my father will do it. Mana. Demak, uni minadigan odam deyapti. 18 yoshdan yuqori bo'lish kerak. My father will do it dedi. My father will do it. My father will do it. Bu ishni otam qiladi dedimi? Demak, to'g'ri javobni men mana bu yerga father yozaman. Isbotlab olimda nega father to'g'ri kelishini tushunarlimi? Mana bu ma'lumotni, mana will write Griffin degan ma'lumotni bu yerda person o'zi turibdi, who will ride demadida, riding deb aytib o'tdi, qarang. Riding the horse dedi. Griffin demadi. The person, Griffin deb undan oldin singlisiga aytib oluvdi-ku men. Ana endi bu yerda the person riding the horse, o'sha otni minadigan kishi 18 yoshdan katta bo'lish kerak dedi. Va bu ishni otam qiladi dedi. Shuning uchun father bo'ldi. Ana endi 2 hafta oldin Griffin qanaqa mukofot yutib olgan, shuni topishimiz kerak endi. Griffin has been to other shows in several European countries. He's got dozens of cups, but at an event... He's got dozens of cups, dedi. He's got dozens of cups. Shuni ham to'g'ri javob deb qo'yishimiz mumkin. U o'nlab kubiklar yutgan dedi. Bizga nima kerak? Bizga 2 weeks ago dagisi kerak. Ko'p sovrinlar yutmagan-ku yerda, to'g'rimi? As a prize, bitta mukofot sifatida nimadir yutganman, as a prize. Dozens of cups shuning uchun to'g'ri kelmaydi. Bizga 2 weeks kerak. Couple of weeks ago, he got some money as a prize, which was a... Ana. Couple of week ago dedi. And 2 weeks couple of dedi. Couple of juft oy 2 oy dedimi? Wins some money as a prize dedi. Money as a prize. Mana eshitding davomini qarang. 18, so my father will do it. Griffin has been to other shows in several European countries. He's got dozens of cups, but at an event a couple of weeks ago, he got some money as a prize, which was a change. And one demadi, he got some money as a prize dedi. Got. Wonda sinonimi got bo'lib keldi. Tushunarlimi?
Buni yozib tashlab tushunyapsizmi o'zi? Ana endi 18 ga o'tamiz endi. It suited us because it's expensive taking part in horse shows. Horses have to learn what to do in front of the judges, how to walk and jump. I watched my parents working with Griffin, and my dream is to be a trainer too, getting... My dream dedi. Qarang, ambition o'rniga dream ishlatdi. To work o'rniga to bor o'zi be dedi, as aytmadi, ha? My dream is to be a trainer dedi. Trainer. Shunchani men qaytadan eshitdim. I watched my parents working with Griffin, and my dream is to be a trainer too, getting horse... My dream is to be a trainer too. Yani trainer bo'lish ham dedi. Chunki ota-onamni unga qanday qaragan, ularni qanday tarbiyalaganini ko'rganman dedi-da. Ko'raman dedi. Ana 19 ga o'tamiz. 19 da xo'p, otga buni oilasi nima beradi agar g'olib bo'lsa? Is ready for shows. My parents want me to study to be a doctor, but I'm not sure about that. My parents wants me to be a doctor dedi. Bu ham distraction sizga. Doctor. U ota-onasini orzusida u, tushunarlimi? My parents want me to be a doctor dedi-ku. Ota-onasini orzusi. Bizga bu yerda Hanna o'zini orzusi kerak-da. Shuning uchun trainer bo'l, doktor emas. Doktor bu yerda distraction sizga. When Griffin comes first in a competition, he's as pleased as we are. Lots of people give their horses sweets when they win, but we give Griffin apples. Tushunarlimi? When the Griffin deyapti, comes first dedi. Comes first. Birinchi kelsa kim bo'ladi? G'olib bo'ladimi? Mana bu yerga qarang. Competition wins sinonimiga bu yerda comes first dedi. Birinchi kelsa dedi. Wins a competitionga mana shu narsani sinonim qilib berdi sizga. Mana eshiting. To be a doctor, but I'm not sure about that. When Griffin comes first in a competition, he's as pleased as we are. Lots of people give their horses sweets when they win. A lot of people give sweets dedi. Shirinliklar berar ekan. A lot of people unga shirinliklar berar ekan. Bizga kim bergan narsa kerak? Bizga uni oilasi beradigan narsa kerak. Odamlarning bergan narsasi emas. Shuning uchun bu yerga sweets qo'ysangiz xato bo'ladi. Sweets bu yerda sizga distraction, chalg'ituvchi so'z. But we give Griffin apples. We give Griffin apples. We deb kimda aytyapti? O'zini Hannani oilasini aytyapti. Shuning uchun bu yerga to'g'ri javob qo'rqmay apples qo'ysangiz bo'lar ekan. Tushunarlimi? I also think he likes to be the center of attention. Tushundingiz-a buni ham? Menimcha tushunarli bo'ldi. Mana nimalar qildim qarang. Tushuntirib o'tib ketaydi. Men faqat to'g'ri javobni yozmadim. Mana bu yerda aytilgan gapni ular boshqacha gap qilib aytdi-ku, boshqacha so'zlar bilan. Shuni ham yozdim men, tushunarlimi? Va distraction so'zni ham yozdim. Mana masalan bu yerda Hannah's birthday deyilgan savol berilganida, lekin audioda my 15th birthday dedi. Shuni yozdim. From Poland deb aytdi. We live in Poland dedim. Will travel is going deb aytdi. Ana keyin bu yerda drive through mana bu show in England gacha drive through Germany va Netherlandadan o'tib to the show deb oldi. Ko'ryapsizmi? To the horse show demadi, to the show dedi. In England dedi. Shularni ham yozdim men. Shunga e'tibor bering. Keyin mana bu yerda the person who will ride degani, who will ride the Griffin degan. Lekin bu yerda the person riding the horse degan. Horse deyishiga sabab
bundan oldingi gapda Griffin deb oldi-da. My sister wants to ride the Griffin deb oldi. O'shaning uchun bu yerda the horse deb keldi. Shuni ham yozdim. Ko'rdingizmi? My father will do it degan joyini ham yozdim. Mana shu to'g'ri javob bo'lib kelayotgan joy edi. Mana shunday qilib yozib shug'ullanishingiz kerak. Men qarang, o'sha agar gap yoki so'z birikma yoki so'z boshqa sinonim bilan aytilgan bo'lsa, sinonimni yozdim. Sinonim gap bo'lsa, sinonim gapni yozdim. Distraction so'z chiqsa, distraction so'zni yozdim. To'g'ri kelmaydi-yu, lekin shunga chalg'ishimiz mumkin to'g'ri deb. Va keyin to'g'ri javobni yozdim. Ana shunday qilib ishlang, tushunarlimi? Aynan so'zni sinonimlarini siz daftarga ham yozib qo'ying. Daftarga yozib yodlang. Mana couple of demak weeks, 2 weeks bo'layapti. Shu narsalarga e'tibor bering. Ambition, dream bo'layapti. Wins a competition yoki wins o'zi comes first bo'layapti. Mana bu yerda won the got deb beryapti. To work as the to be deb beryapti. Shu narsalarga e'tibor bering. Tushunarlimi? Mana bu yerda buys a family-ni he is given deyildi. He is given demadi. We give deb aytdi. We give some apples deb gapirdi. Mana. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi 3-testni oching endi. Mana 3-test. Casper and Circus family ekan. Sal kattalashtiraymi? Hammaga ko'rinyaptimi o'zi? Darsimiz hammaga ko'rinyapti? Menimcha ko'rinyapti. Davom etamiz. 3-testni ochingizlar. 3-testga o'tamiz. Bo'ldi. Ko'rinyapti, bildim. Rahmat. Endi buni yana tahlil qilib chiqaman, qarang. Casper va uning demak sirk bilan shug'ullanuvchi oilasi ekan. Casper's mother, Casper dedimi? Demak, u gapiruvchi odamda. Siz audioda Casper eshitmaysiz. Uning o'rniga I keladi. Casperning onasi shu nimadir bo'ylab raqschi ekan sirkda. Tushunarlimi? Xo'p, Casperning akasi gacha, as many as the gacha deb tarjima qiling. Gacha. Until bo'lishi mumkin, up to bo'lishi mumkin, buni sinonimi. People balance on a motorbike. Demak, odamlarni qanchadir odamda people keldimi, demak odamni miqdorimi keladi-da, gacha deyapti-ku. Shundan bilavering. On a motorbike, demak mototsiklda nechtagadir odamni deyapti, muvozanatini saqlab olib yurish harakatini bajarar ekan bu akasi. Tushunyapsizmi? Xo'p, Casperning dadasi a good circus boss ekan, sirkni boshlig'i ekan. O'sha o'zini shug'ullanayotgan sirk because deyapti. Chunki men because ham eshitishingiz kerak. Chunki u has a strong voice, kuchli ovozga ega. Endi strong voice demak boshqa so'z ham eshitishingiz mumkin. Va yana qo'shimcha demak kuchli ovoz va yana qanaqadir nimasi xususiyati bor bu yerda. Has a strong voice demak bu yerda yana bir qandaydir sifat keladi. Tushunarlimi? Sifat keladi. Mana bu yerda miqdorni bildiruvchi so'z keladi. Mana bu yerda birlikdagi ot keladi. Tushunarlimi? Nimadir joyda bir nimadir narsa keladi. Xo'p, 17 ga o'taman, qarang. Casper starts the show. Casper demak showni boshlayotgan yurish bilan in front of nimanidir oldida. Oilasini oldidami endi? Xo'p, nimani oldida yurishni boshlab kelayotgan bu? There are no animals, demak hayvonlar bo'lmaydi deyapti. In the show, tomoshada, except dan tashqari bitta hayvon, qaysidir hayvonning nomi keladi bu yerda. Mana bu yerda nomi artikl kelyapti-ku. Except dan tashqari deyapti. Mana bu mavjud, mana qolganlar mavjud emas deyiladi. Xo'p, 18 ga o'tamiz endi, qarang. 18 da
one of Casper's job. Casperning vazifasilaridan bittasi. Demak, Casper bitta ish bajarmaydi u yerda. Nechtadir ish bajaradi. Shu ishlardan bittasi nimadir sotish ekanda, nimadir sotar ekan u. Tushunarlimi? Xo'p, boshladik endi. Yana sal kattalashtirib olayim-da. Hammaga aniq ko'rinadigan. Xo'p, mana endi quloq solasiz. Boshlaymiz endi. Test 3 ga o'tamiz. Now turn to part 3. Questions 14. My name is Casper, and I'm the youngest child in a circus family. My parents and brother and sister are all performers. My mother wears wonderful costumes and dances across a rope about 50. Qarang. Onasi haqida gapirib ketdi, eshitdingiz-a? Chiroyli libosi bor dedi, ha? My mom wears wonderful costumes and nima dedi? Dances dedi, ha? Across a rope dedimi? Ozgina qayta boshlatib eshitdik-da shu joyni. My parents and brother and sister are all performers. My mother wears wonderful costumes and dances across a rope about 15 meters above the ground. Ana. Dance across aynan o'zini aytdi, ko'rdingiz-a? A rope dedi. Bo'ldi, bu yerda sinonim so'z, chalg'ituvchi so'z yo'q. Bemalol shuni yozsak bo'ladi. Chunki aynan o'zini aytdi, bu yerda hech qanday chalg'ishingiz mumkin emas. Agar chalg'isangiz bilmadim endi. Shuning uchun bu yerda boshqa sizda distraction so'z yo'q desak ham bo'ladi. Chunki dance across a deb rope dedi-da. Davomiga o'tamiz endi. Sometimes she plays a violin at the same time. Incredible. My brother is... Endi she plays violin dedi, bu yerga hech qanday chalg'imaymiz, chunki dance across deb oldi-da. Shunga asosan bu yerda rope qo'ydik. Xo'p, braza nima qilakan? 10 years older than me, and my sister are all performers. My mother wears wonderful costumes and dances across a rope about 15 meters above the ground. Sometimes she plays a violin at the same time. Incredible. My brother is 10 years older than me, and my... Demak, akam mendan 10 yosh katta deyapti. 10 years old than me dedi. Shuni ham o'rganib oling. Sister's 16. They're part of an act where up to 20 people balance on a... Shu joyni qaytadan qo'ying, diqqat qiling. He introduces the performers and makes sure the acts start and finish on time. I'm not allowed to perform until He's good at his job because his performers stand on each other's shoulders. They're part of an act where up to 20 people balance on a motorbike and ride round the ring. Tushundingizmi? As many as nima deb aytdi? Up to dedi. Gacha. Up to ham gacha yoki until desa ham gacha. Bu yerda until demadi. Up to 20 people balance on a motorbike deb o'zini aytdi bu yerda ham. Bu yerda hech qanday chalg'ituvchi so'z yo'q. Eshiting. And my sister's 16. They're part of an act where up to 20 people balance on... Sometimes she plays a violin at the same time. Incredible. Endi braza haqida gapiradi. Mana qaytadan qo'yapman shu brazani to motorbike degan joygacha to'liq men eshitdim. Bu yerda distraction so'z, siz chalg'iydigan so'z yo'q-da, chunki people dan oldin faqat mayda as many as the up to dedi, gacha degani. 20 people balance on a motorbike aynan o'zini aytadi. Quloq soling. Brother is 10 years older than me, and my sister's 16. They're part of an act where up to 20 people balance on a motorbike and ride round. Tushundingizmi? Bo'ldi, bu tushunarli. Ana endi dadasi haqida gap kerak bizga. Dadasi haqida.
Bu yerda demak ko'rdingiz up to qo'ydik, gacha deb as many as o'rniga qolgani o'zi aytildi. Bu yerda nima o'zgarishlar bo'ladi? Qani, yo o'zini aytadimi, yo sinonim bilan aytadimi? Nima deb aytsam, bizga demak dadasi sirkda bossligini bilishimiz kerak, ha? Va uning kuchli ovozi borligi, kuchli ovozi bilan birga yana nimasidir borda, shuni bilishimiz kerak. Ring. The performers stand on each other's shoulders, with my sister at the top. My dad's the ringmaster, or the boss of the circus. Boss of the circus dedi. Ringmaster. Mana buni circus boss'di, mana bunday deb aytdi, qarang. Boss of the circus dedi. Subikon mazmuni bitta baribir. Lekin paraphrase bo'ldi-da bu ham, tushunarlimi? Xo'p, endi u qanaqa ekan? Xususiyatini aytish kerak endi. He's good at his job because he's tall and has a loud voice. Because dan keyin eshityapsizmi? Because he's tall and has a loud voice dedi. Loud, strong o'rniga loud keldi. Tushunarlimi? Good job. He has good job dedi-ku, u narsaga chalg'iman. Because dan keyin eshitdim. Mana. Good at his job because he's tall and has a loud voice. Because dan oldingiga chalg'imang. Because dan keyingi men sizga mana because kal so'z qilib belgiladim. He is tall and loud voice dedi. Bu ham aniqroq chiqdi. Bunisi ancha osonroq ekanda. Bundan oldingi ikkitadan ko'ra. Xo'p, ana endi 17 ga o'tamiz. Xo'p, buni nima deykan? Casper qanday yurar ekan? Nimani oldida yurar ekan? He introduces the performers and makes sure the acts start and finish on time. I'm not allowed to perform until I'm 15, but I march beside my dad ahead of the band. Nima dedi? I march dedi. Bu yerda by marching dedimi? Buni I march deb aytdi. March. Tushunarlimi? Beside my dad dedi. Dadamni yonida yuraman dedi. Beside my dad. Bizga beside yonidagisi kerakmas. Dadam nimadir guruhi borda, nimadir guruh bor, oilami, balkim family hozir aytdi-ku, ahead of the band dedi. My dad ahead of the band dedi. Hozir oxirida eshitgan bo'lsangiz, ha? Mana bu ahead degan narsa, mana bu yerda yozing, in front of the ahead of bo'ladi. Ahead of the band dedi. Oldida, demak guruhni oldida yuraman, dadam yonida dedi. Dadamning yonida, guruhni oldida I march beside my dad ahead of the band. Shu joyga narsani bir qaytaray. Eshiting. The acts start and finish on time. I'm not allowed to perform until I'm 15, but I march beside my dad ahead of the band at the beginning of the show and... It's the beginning of the show. Beginning of the showga chalg'imang, tushunarlimi? Beginning u mana bu yerda aytyapti-ku, beginning of the show deyapti, unga chalg'imang. Bu yerda tomoshani boshlanishida deyapti. It's the beginning of the show. Boshlanishida emas, bizga front joyni ko'z bildiradi, to'g'rimi? O'rin joy predlog. Shu narsa kerak bizga. Vaqt emas. Shuning uchun band bo'ldi. Endi qaysi hayvon bo'ladi sirkda? Shu narsani toping. Lead everyone out at the end. I have some great costumes and I love being in the ring. I can't wait to start training to be a performer. We don't have horses or dogs. We don't have horses and dogs. Yeah. Bizda deyapti otlar va itlar yo'q dedi.
There are no animalsga sinonim bo'ldi. Tushunarlimi? There are no animals audioda we don't have horses and dogs deb aytdi. Men qarang, shu joyini qaytaring, shu joyini e'tibor qilasizda. Shuning uchun yozdim. I can't wait to start training to be a performer. We don't have horses or dogs. In fact, the only animal in the circus is a rabbit. The only animal dedi qarang. The only animal is a rabbit. Yagona hayvon bu rabbit bo'lar ekan. Qaytaraman shu joyni. Training to be a performer. We don't have horses or dogs. In fact, the only animal in the circus is a rabbit. He doesn't do much, but is always... Tushunarlimi? Demak, meniga javob rabbit bo'ldi. The only animal except ga sinonim bo'lib keldi. Tushunarlimi? Ana endi 19. Xo'p, nima sotadi u? Sotayotgan narsani topishimiz kerak. But I march beside my dad ahead of the... In fact, the only animal in the circus is a rabbit, who doesn't do much, but is always the star of the show. The children... Ana endi quloq solganda kelyapti-da javob. ...love him. The performers have a lot of other jobs to do. We have... The performers had a lot of jobs to do. Demak, performers, tomosha ko'rsatuvchilar had a lot of other jobs to do dedi. Demak, har bir tomosha ko'rsatuvchilarni ko'plab qiladigan ishlari bor. Buning ichida kasb ham bor-da. Mana shu joyini mana shu yerga to'g'ri keltiryapmiz men. Kasper's jobsga other jobs to do ga sinonim deb oldim. Clean out the circus tent between each show, make the costumes, and repair the equipment. I check the audience tickets and sell ice cream at half time. Demak, buni vazifasi check audience ticket chiptalarini tekshiradi tomoshabinlarni and dedi and is selling demadi is selling o'rniga I sell keldi mana I check and audience tickets and sell nima dedi keyin ice cream dedi to'g'ri javob mana shu joyini bir qaytaraman shu joyga narsani bir eshitasiz, hozir qaytaramiz. We have to clean out the circus tent between each show, make the costumes, and repair the equipment. I check the audience tickets and sell ice cream at half time. We only... Tushundingiz-a? Bu ham tushunarli bo'ldi. Bunisi bundan oldingi testlarga nisbatan osonroq ekan, chunki so'zlar ko'p aynan o'zi keldi-da, men sinonim bilan kelmadi mana bu yerlarda. Bu yerlarda sal o'zgardi, lekin baribir o'zi keldi deb olsangiz bo'ladi. Faqat strong o'rniga loud keldi. Circus boss o'rniga boss of the circus bo'lib keldi. Because he is aynan o'zi keldi. Tushunarlimi? Bu yerda boshqacha ma'lumotlar bilan bergani men yozib chiqdim. There are no animals in the show deganda in the circus dedi bu yerda. We don't have horses or dogs in the circus dedi. The only animal in the circus is a rabbit dedi. Tushunarlimi? Tomosha ko'rsatuvchilarning vazifalariga performers had a lot of other jobs to do deb aytdi. Tushunarlimi? One of Casper's job'di. Mana bu yerda
I sell ice cream deb aytdi. I sell ice cream. I check audience tickets and sell ice creams dedi-ku. Ana shu narsa bo'ldi. Bu ham bo'ldi. Test 4 ga o'tamiz endi. Yana bitta narsani aytib o'tayim. Bu Cambridge B1 kitobini testlari part 3da bor bu, lekin mana shu part 3 multi level testini part 2siga olinadi. Aynan mana shu tipdagi savollarni olgan. Aynan shunga o'xshagan, aynan balkim shularchidan oladi. Endi bu yerda bizlar internetdan olganimiz ma'lum bir cheklang, ular endi Cambridge bilan to'liq hamkorlikda ishlab boradi-ku, DTM. Ular shuning uchun ma'lumotlarni aynan har xil kitobdan terib olinganda, shuning uchun siz bitta kitobdan tayyorlanib tayyor bo'la olmaysiz unga. IELTSdan MEP'ni oladi, Cambridge Sefer kitoblaridan part 2 oladi, part 3 oladi, part 5, part 6lar oladi. Part 1da endi A1, A2 yo'nalishda Cambridge kitoblari bor, shundan oladi. MEP'da asosan IELTS, Cambridge IELTSdan oladi. Bu ham Cambridge'nikidan olyapti. Ana endi 4 ga o'tamiz. Birinchi tahlil qilaylik-da. Xo'p. Poetry competition for schools, demak maktablar bo'yicha she'riyat musobaqasi ekan. Xo'p, musobaqa bu audioda 14 yoshgacha bo'lganlarni college deyapti, nomi. College deb keldi. Boya name edi. Bu yerda college o'rniga endi name deb aytish mumkin, ha? The prize ekan. Nimadir nomi bo'ladi, nom z turibdi-ku. The topic for this year ga kerak. This year. This year deb urg'u beryaptimi? Demak, avvalgi yilda ham gapiradi deganida bu. Tushunarlimi? This year deb bekorga urg'u bermayapti. Topicni u yerda subject deyishi mumkin, title deyishi mumkin, theme deyishi mumkin. Shu narsalarga e'tibor bering. Nima mavzu haqida? She'r. She'rda mavzusi. Tushunarlimi? The title of the last year win o'tgan yilgi poemning nomi kerak bu yerda. Last g'olib bo'lgan she'rning mavzusi. O'tgan yil g'olib bo'lgan she'rning mavzusi. Esingizdan chiqmayapti? This year the prize money available. Demak, bu yilgi pul mukofoti necha yevro bo'ladi? Bu yerga raqam kerak, ha? Mana bu yerga ot kerak edi, bu yerga raqam kerak. Yevroni nechadir yevro bo'ladi degan. Agar muvaffaqiyat qozonsangiz, maktab o'sha pul mukofotini, demak, maktabdagi nimagadir sarflaydi-da. Maydonga sarflaydimi, yoki bolalarga kitob olib beradimi, yo isitish tizimini yaxshilaydimi, nimadirga sarflaydi-da. For further help, qo'shimcha ma'lumot uchun see the, demak, qo'shimcha ma'lumot qayerdan ko'rishingiz mumkin? Taxminan, ha? Uni Telegram kanali bo'lishi mumkin, veb-sayti bo'lishi mumkin, ha? Shulardan ko'rishingiz mumkin. Bilib oldikmi? Kal so'zlar nimaligini. Maktab pulni nimaga sarflaydi? Mukofotdan tushgan pulni nimaga sarflaydi? Pulni miqdori qancha? Bu yerda hammasi ot keldi, bitta raqam bor ekan. Mana bu yerda ham e'tibor bering. Yoshni ham alohida ko'rsatib o'tyaptimi? Bekor emas. Demak, boshqa yosh haqida ham nimadir aytib o'tadi degani. Tushunarlimi? Shu yil dedimi? Demak, shu yil nimadir bor. O'tgan yilga dedimi? Bu yilgini ham gapirib o'tadi degani. Tushundingizmi? Xo'p, boshladik endi. Test 4 olamiz endi. Now turn to part 3. Make. Sit down, please. Sit down, please. I've got an important announcement to make. As you know, the national school poetry competitions that we usually enter are starting soon. All the competitions are named after animals. Name it after animals dedi, qarang. Name it after animals. Name it after degani ning nomiga qo'yiladi degani, buni ham yozib ketayinda. Bu sizga kerakli so'z bu. Name it after, masalan, my father desa otam nomiga qo'yilgan deyishingiz mumkin. Tushunarlimi? After animals. Demak, bu she'rlar hammasi nimaga bag'ishlangan ekan? Animals haqida bo'lar ekan.
Demak, mana bu prize game qaysidir animalni nomi keladi degani. Tushunarlimi? One of the competitions, called the Dolphin Prize, is for 15 to 19-year-olds. Ana. Call it deb aytdi. Uni yozmaymiz. Dolphin dedi. Prize is for necha yosh dedi? 15 dedimi? 15 to 19-year-olds dedi. Year-olds dedi. Demak, agar mana bu yerga mana bu distractionda dolphin. Lekin dolphinni bu yerga qo'ysangiz xato. Nega xato? Chunki 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lganlarga ekan u. Bizga necha yoshgacha kerak? 11 yoshdan 14 yoshgacha kerak. Tushunarlimi? Yana shu joyini boshqatdan eshiting. Kimdir dolphin qo'ygan bo'lsa. After animals. One of the competitions, called the Dolphin Prize, is for 15 to 19-year-olds. Tushunarlimi? So, if you have older brothers and sisters in the school, get them to enter that one. Bu bizga taalluqli emas. Bizga 11, 14 yoshdagiga atalgani kerak. Mana distraction chiqdimi? Quloq soling, hozir aytadi shuni endi. But the one for people of your age, the Tiger Prize, is the... Your age dedi. Qarang, mana bu your age deb aytdi. Sizning yoshingizdagilar 11 to 15 demadi. Your age dedi. The Tiger Prize dedi. Yo'lbars mukofoti bu lekin. Qaytaring-da. and sisters in the school, get them to enter that one. Aytadi. But the one for people of your age, the Tiger Prize, is the one we'd like you to go for. Tushundingizmi? Your age deb mana 11-14 yosh. Chunki sizni yoshingizdagilarga e'lon beryapti-ku. Endi bizga mana bu kerak. Bu yilgi shu mavzu kerak. Musobaqani mavzusi. Mavzusi ketdi, ha? Bu yerga o'sha she'riyatni mavzusi nimadir kerak. We hope lots of you will try. As some of you may remember, the theme for last year was weather. The theme dedi. Ko'rdingizmi? Topicni theme. The theme last year was weather dedi. If you remember, the theme last year was weather. Demak, o'tgan yilgi theme topic weather bo'lgan. Agar weather mana bunga to'g'ri javob deb qo'ygan bo'lsangiz, bu xato. Mana distraction. Nega xato? Mana was turibdi. Demak, zamonga ham e'tibor berishingiz kerak deb edik. Bu yerda is bo'lib turibdi. Last year, bu yerda this year. Bizga this yeardagi kerak. Farqini shunday yozib olsangiz aniq ko'rasiz-da. Shuning uchun yozib shug'ullaning. This time the judges have chosen the topic change. Mana this time dedi. This year demadi, ha? This time degan so'zimiz this yearga to'g'ri keldi. Judges deb kimda aytayapti? Hakamlarda aytayapti-da. Judges have decided dedimi? Demak, have chosen dedi. Judges have chosen dedi. Tanladi. Nima deb? Change deb tanlabdi. Mana eshiting yana. Qaytaraman. For we hope lots of you will try. As some of you may remember, the theme for last year was weather. This time the judges have chosen the topic change. And that topic change dedi. Topic deb ham aytib oldi. Shuning uchun to'g'ri javob change bo'ldi. Boshqa qaytish shartimiz. Endi bizga o'tgan yilgi g'olib she'rning mavzusi kerak endi.
cover a lot of things, couldn't it? A new school, a different house, for example. So, if you want to enter the competition but you're stuck for ideas, have a look at last year's winner on the competition. Last year's winner dedi. Last year's winner deb aytdi. Winning poem demadi, winner dedi. Yine qaytarib qo'yaman. For ideas, have a look at last year's winner on the competition website. You may know the girl who wrote it, Maria Mason from our school, with her poem called Trains. Her poem called. Her poem. Bizga mana poem kerakmidi? Poem called. The website. You may know who I know what it is mumkin dedi. The go it. Then you know the who wrote it. Uni yozgan qizni siz bilishingiz mumkin. Ismini aytdi boya mana. Maria Mason from our school. With her poem. Maria Merson from our school dedi. From our school yozib o'tirmen, tushunarli yo'q. Keyin with her poem called dedi. Eshitdim, qaytadan. You may know the girl who wrote it, Maria Mason from our school, with her poem called Trains. Tushunarli bo'ldi menimcha mana. With her poem called Trains. To'g'ri javob Trains. Ketdik 17 ga o'tamiz endi. Bu yilgi mukofot puli nech pulligini aniqlashimiz kerak. She also got a little book of her poems called Travelling published as part of her prize. Endi bu yerda yana bitta distraction bor ekanda, mana bu Trainsga chalg'ituvchi. Traveling ham deb aytdi-da. Traveling. Bu yerda lekin travelingni nima deb aytdi, e'tibor qilgan bo'lsangiz, a little book of her poems dedi, called traveling. Book of her poems, traveling. Book of a little book of her poem dedi. Kitob, she'rlar kitobining mavzusi travel bo'lgan ekanda, tushunarlimi? Bizga bu emas to'g'ri javob. Travel to'g'ri javob. Traveling kitobning nomini sarlavhasi. Mana shu joyni ozgina qaytarib eshiting. Kimdir traveling qo'ygan bo'lishi ham mumkin-da. She also got a little book of her poems called Travelling published. Tushunarlimi? She also got a little book of her poems called Traveling published dedi. Bo'ldi. 17 ga o'tamiz. As part of her prize. Maria won some money for the school too. 1,000 euros. And this time 1,000 euros. Siz shuni ham qo'yishingiz mumkinmi? To'g'ri javob deb, masalan, bu yerda aytma, qaytaring-da shu joyni. Qarang. Maria won some money for the school too. 1,000 euros. Ana, Maria wants school some money deyapti. Maria won some
Money for school. Zamoniga e'tibor bering. One. O'tgan zamonda yutdi deyaptimi maktab uchun? Qancha yutdi dedi? 1000. Demak, 1000 euro yutdi deyapti. Endi davomida nima deyapti? This time deb aytyapti. Bu demak o'tgan yilgida, o'tgan zamonda turibdi. Bu yerda this year, mana bunga e'tibor beringda, mana this year bor, is bor. Ana shunga javoban bu noto'g'ri. Agar 1000 euro to'g'ri javob deb qo'ygan bo'lsangiz. Maria won some money for the school too. 1000 euros. And this time, that's gone up to 2000. This time, that's gone up to gacha degani. 2000 euros dedi. Tushunarlimi? Mana eshiting. Maria won some money for the school too. 1000 euros. And this time, that's gone up to 2000, which is very generous. If anyone in the school wins, we'd like to... Kimdir ulanmayapmiz deyaptimi? Hammaga eshitilyapti, ko'rinyaptimi hammaga? Ulanmayapmiz deb yozyapti. Ko'rinmayaptimi? Nega unday? Nega? Bu yerda ulangan ko'rinyapti, ko'rsatyapti-ku. Bu yerda davom etyapti, zapsim mana shu yerga ham ketyapti. Kimlardir internet slablashib qolgan bo'lishi mumkin-da. Hozir mana shu joylar ko'rinyaptimi endi? Mana bular. Xo'p, bu yerda endi mana 2000 euro to'g'ri javob bo'ldi-da bunga. 2000 euros to'g'ri javob bo'ldi. Kimlardir internet yaxshilamay qolayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'rinmasa hammaga ko'rinmasi kerak-da. Qolganlar kimgadir ko'rinib, kimgadir ko'rinmayotgan bo'lsa, ba'zi bir xil internetda muammo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sabr qilib tursangiz, yana ulanib ketishi mumkin. Bir chiqib yana ulanib olish kerak-da, agar mabodo ko'rinmay qolsa-da. O'zi oz qoldi men. Sabr qilinglar, men ikkita savol qoldi o'zi. Xo'p, endi aytayapti, qarang, 18 ga o'tamiz. Yana bir aniqlashtirib. Hammaga ko'rinyapti endi. Mana bu Telegram ko'rinyapti mana bu. Mana bu ha endi ulandi, ko'rinyapti degan narsa ko'rinyapti hammaga. Bo'ldi. Qaytamiz darsga. Xo'p, if successful, the school will spend the money on, demak, agar muvaffaqiyat qozonilsa, maktab pulni nimaga sarflaydi? Shuni topishimiz kerak. Z deyapti. Nima maktabga taalluqli narsa bo'lishi kerak-da? Eshiting. And this time, that's gone up to 2000, which is very generous. Has got to. If anyone in the school wins, we'd like to use the money for the library. And if anyone
wins dedi. If anyone wins, we'd like to use the money. Nima dedi keyin? We'd like to use the money. Eshiting shu joyini. Qaytaraman. Which is very generous. If anyone in the school wins, we'd like to use the money for the library. Yani, we'd like to use the money for the library dedi. Javob nima bo'ldi demak? Library. Library. Qaytaraman, eshiting shu joyini. €1,000. And this time, that's gone up to 2,000, which is very generous. Endi aytadi, hozirgi joyini mana if successful the school gapini nima deb aytayapti, qarang. Shularga ham e'tibor beringda. If anyone in the school wins, we'd like to use the money for the library. Mana ko'rdingizmi? If successfuldi, mana if successfuldi. If anyone at school in wins dedi-da. If anyone at school wins. If successfuldi. We'd like to use. We'll spend the money ni. We'll spend the money degan narsa to use bo'lib keldi. Mana spend o'rniga use ishlatdi-da. School joyida we kelyapti-da. We'd like use the money on the o'rniga for the library keldi. Tushunarlimi? Bu yerda spend o'rniga use bo'ldi-ku, use bilan for ishlatiladi, spend bilan on ishlatiladi, lekin mazmun bitta baribir. Tushunarlimi? Pulni kutubxonaga foydalanamiz, kutubxona uchun foydalanamiz. Savolda aytayapti, maktab pulni kutubxonaga sarflaydi. Bitta narsa baribir. Ma'no bittada. Tushunarlimi? Endi 19 ga o'tamiz. Xo'p, qo'shimcha ma'lumotni qaydan olamiz? Endi bunisi oson. Qaydan olishni eshitmay ham bilib olsangiz bo'ladi. We feel that's the right way for it to be spent. Maria's prize money last year was spent on the new computer software. Ana bu yerda new computer software deyapti-ku. Maria spent deyapti. Maria spent the money deyapti. New computer deyapti. Software deyapti. Demak, Maria o'tgan yil pulni yangi kompyuter, internet shunaqa kompyuter tarmog'iga foydalangan ekan, ishlatgan ekan. Tushunarlimi? Bu yerda hali qo'shimcha yordam uchun biron joyga qarang degan yo'q hali. Now, you may feel you'd like to enter the competition, but need some more help. Some more help. Forzani o'rniga mana bu so'zni ishlatdi. Some more dedi. Yana biron bir yordam. Some more bilan forzani sinonim qilib ishlatdi. Help. Endi eshiting. If that's the case, you can look at the website. Sin o'rniga you can look at the website dedi. Demak, to'g'ri javob shu bo'ladimi endi? Look C ga sinonim bo'ldi-da. To'g'ri javob mana website bo'ldi. Qaytaraman shu joyini. Demak, furthermore aytmaydi u yerda, some more help deb aytadi. Tushunarlimi? See the website demaydi, you can look at the website deb aytadi. Shuni eshiting men. Like to enter the competition, but need some more help. If that's the case, you can look at the website. The head of English, Mr. Winters, has said you will... Demak, qanday ishlaganini ko'rdingizda hammangiz. Demak, mana shunday shug'ullansangiz, sizda keyin o'sish bo'ladi. U 100 talab test faqat
ishlab ketaverib, javobini tekshirib ketaverib, bu sizni o'stirmaydi, bilib qo'ying. O'sish uchun mana shunday tartibda ishlash kerak. Men nimalar qildim qarang. Agarda savolda berilgan gap boshqacha ma'lumot bilan aytilgan bo'lsa, men uni shu boshqacha so'zlar bilan aytilgan bo'lsa, shuni ham yozib chiqdim. Lekin aynan o'zi aytilgan bo'lsa, uni yozmadim. Tushunarlimi? Sinonimlari paraphrase bo'lib aytilsa, uni yozdim-da men mana. Keyin distraction, sizni javob deb chalg'ituvchi, to'g'ri javobga o'xshab ko'rinuvchi ma'lumot aytilsa, uni ham yozdim men. Dolfinga o'xshatibdi mana. Tushunarlimi? Keyin u nimaga to'g'ri kelmaganini ham yozdim men. Bu yerda 11-14 yoshku, bu yerda 15-16 yoshgacha degan. O'sha ma'lumotni ham yozib oldim. Chunki o'zim isbotlab olishim uchun kerak-da bu narsa. Shuning uchun siz ham shunday yozishingiz kerak. To'g'ri javob nimaligini ham yozishingiz kerak. Tushunarlimi? Demak, savoldagi ma'lumot boshqa gaplar bilan aytilsa, siz ham uni boshqa ma'lumot bilan yozishingiz kerak. Savoldagi so'zni sinonim aytilsa, sinonim yozishingiz kerak. Distraction bo'lsa, distraction ham bo'lishi kerak. Bo'ldi, darsimiz tugadi. Qotayotgan bo'lsa, balkim internet slablashayotgandir. Darsimiz tugadi. Tushunarli bo'ldimi? Shu qotgan joyigacha hamma tushundimi? Demak, xuddi shunday uslubda tayyorlanishingiz kerak. Tushunarlimi? Hammalaringizga ko'rinyapti shu narsa. Bu videoni keyinroq zapis qilib tashlayman. Uni ham ko'rib chiqing. Testni yaxshilab o'zingiz yana xo'p ishlab chiqing. Faqat testni ishlab, kaltini ko'rib ketaverib, 100 talab, 1000 talab test ishlagan bilan foydasi yo'q. Tushunyapsizmi? Buni ishlash kerak. Mana shunday tahlil bilan bitta ishlasangiz ham, 4 ta ishlasangiz ham bittalab tahlil qilib ishlashingiz kerak. Shunda sizning natijangizda o'sish bo'ladi. Men 4 ta test tahlil qilib berdimmi, qaytib ishlagan bo'lsam, siz ham xuddi shunday shug'ullansangiz, keyin natijangizda birdan o'zgarish sezasiz. Katta o'zgarish bo'lmasa ham sekin-sekin o'zgarish bo'ladi. Bir ishlab ko'rib, menda o'zgarish bo'lmayapti demang. U shu yo'l bilan shug'ullanaverasiz va sekin-sekin rivojlanish bo'laveradi. Keyingi darsimizda endi o'sha part 3 reading listeninglar bor, shularni ham o'tamiz. Keyin part 4 reading berganmiz, shularni ham o'tamiz. Keyin writing bilan speaking darslarini ham o'tib boshlaymiz. Erta xudo xolasa dushanba yo yakshanba kundan boshlab sizlarga o'sha writing va speaking darslari ham o'tiladi. Tushuntirib boraman, hammaga kerakli narsa u ham. Xo'p, darsimiz tamom. Hamma qatnashganlarga rahmat. Uni yana qaytadan ko'rib, ishlab chiqing. Sizga foydasi bor. Xayr, yaxshi dam olingizlar.